Nima bu xonalar sasi yotibdi, qarab qo'ysanglar, o'lasizlarmi? Baluxona siz ko'pchilikning xayoliga неприятный joy keladi. Bugun men sizlarga joylari zo'r, lekin narxlari hamyonbop bo'lgan joy ko'rsataman. Ketdi. Ko'pincha chiroyli joylarda narxlar qimmat. Arzon joylar bo'lsa sal jaydarroq bo'ladi. Bu joyda bo'lsa ikkalasi ham bor. Ko'rinishdan premium atmosferani beradi, lekin narxlar el qatori. Bitta asosan balut tayinlanadi. Mangalda pishgan farel, mangalda pishgan sazan, un bilan qovurilgan sazan, unsiz qovurilgan sazan, sousda dimlangan, tuzda pishgan, xullas har qanaqalari bor. Baliqlarning o'zi ham sifatli, yog' yig'magan. Qovurilganlari usti qarsildor, ichlari ham sochli bo'lib turibdi. Yeganda sifatli narsa yeganinglarni bittada sezasizlar. Lekin menga ko'proq mangalda pishgan sazan shaykasi qizuvroq bo'ldi. Sazan shaykasida mayda qiltanoq почти bo'lmaydi. Asosan mana shunaqa katta qiltanoqlarni olib tashlab mazza qilib yeysizlar. Limon soklari bilan o'pishib ko'rishadi. Parhez qilayotgan odamlarga ham aynan shunisini tavsiya qilaman, chunki bu umuman yog'da qovurilmaydi, chista mangalda o'zida pishadi. Kommentariyaga plus qoldirsanglar, narxlar bilan lokatsiyani ham tashlab beraman. Baliq yeymaydigan sherigili bo'lsa, shunaqa sariyog' va qaymoqda pishgan go'shtlardan ham olishinglar mumkin. Mazali Yunusobod 16, Turkiston to'yxona yonida, Doston baliq. Videoni sizga baliq olib berish kerak bo'lgan odamga ham yuborib qo'yamiz.